Assalomu alaykum Xurshid opa, yaxshimisiz? Men dieta qilyapman. 2 oydan buyon yaxshigina vez tashladim, lekin shirinlikka bo'lgan ehtiyojim hech ham susaymayapti, tobora ortib boryapti. Buni pastlashtirish uchun qanaqa vitaminlar qabul qilsam bo'ladi debdilar. Birinchi o'rinda buni pasaytirish uchun men sizlarga vitaminlarni tushuntirib o'tib ketaman. Qaysi vitaminlardan iste'mol qilsangiz sizlarda shunaqa holat yopilishi haqida, keyin undan keyin tabiiy ravishda shirinlikka bo'lgan ehtiyojni pasaytirishni o'rgataman. Birinchi o'rinda vitamin so'rabdilar, mayli vitamin aytamiz. Albatta sizga xrom ichishni tavsiya qilaman, chunki xrom shirinlikka bo'lgan ehtiyojni zo'r pasaytirishga yordam beradi va undan tashqari magniy. Sizda uyqu yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz ham ancha pasayadi. Shu uyqu yaxshi bo'lishi uchun, uyqu sifati ortishi uchun albatta magniy qo'shimchasidan iching. Ana endi shirinlikka bo'lgan ehtiyojni tabiiy ravishda pasaytirishni tushuntiraman. Nima uchun? Chunki bular 2 oydan beri ozayotgan ekanlar, yaxshi natija ko'ryapman, lekin shirinlikka bo'lgan ehtiyojim battar oshyapti deyaptilar. Ya'ni bularda hozir xato tanlangan dieta. Chunki sog'lom, balanslangan ovqatlanishda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj haqiqatda normaga tushib, odam o'zini boshqara oladigan holatga kelardi. To'g'ri, balanslangan ovqatlanishda sizda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj vobshe bo'lmaydi deya olmayman. Unaqa holatlarda ham bo'ladi, lekin haddan tashqari emas. Ba'zida bo'lishi mumkin yoki sizda hayz sikl boshlangan paytida bo'lishi mumkin. Atak boshqa paytlari sizni bezovta qilmaydi. Agar siz balanslangan ovqatlanish orqali sog'lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilayotgan bo'lsangiz, ana endi mana shu sog'lom turmush tarzi haqida ozgina men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Balanslangan ovqatlanishda nimalar ko'proq iste'mol qilinadi? Ishtahani pasaytirish uchun birinchi o'rinda albatta oqsilga boy mahsulotlar. Oqsil bu go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, asosan oqsilga boyligi uchun qondagi shakarni doim bir xil ushlab turishga yordam beradi. Qondagi shakar reski ko'tarilib ketmasa, reski tushib ketmasa, sizda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj unaqa qiynamaydi. Shuning uchun ham qonda qand miqdorini normada ushlab turadigan oqsilni ko'proq iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman va undan tashqari sog'lom yog'lar. Ko'pincha mana hozir ham aytyaptilar diyetadaman deb. Mana shunaqa xato tanlangan dietada yog'larni umuman отказ qilib tashlashadi insonlar. Yog'larni vobshe sutni ham yog'sizi, tvorogni ham yog'sizi, boshqasini nima oladigan bo'lsa ham eng yog'sizi, yog' foizi pastini olishga harakat qilishadi, lekin bu juda ham xato. Sog'lom, balanslangan ovqatlanishda sog'lom yog'lar bizning tanamizga kerak. Biza tanamizga sog'lom yog' bermasak, bizda birinchidan shirinlikka bo'lgan ehtiyoj battar ortib ketadi, to'qlik hissini yo'qotib qo'yamiz va eng yomoni bizda hayz sikl buzilishi boshlaydi. Ko'p qizlar mana oramizda hozir ko'rayotganlar ham bo'lishsa kerak. Aynan o'zi boshimchalik bilan qilingan dieta yoki tana uchun to'g'ri tanlanmagan dieta turida ozishi mumkin, lekin hayz sikl buzilib ketadi. Chunki nimaga? Chunki ular yog'ni отказ qilib tashlaydi. Yog'siz diyetalarda ayniqsa shunaqa holat bo'ladi. Yog'ni отказ qilganda hayz sikllari buzila boshlaydi. Hayz sikl buzilgandan keyin o'sha bo'ldi, bu yog'i gormonlar faoliyati umuman izdan chiqib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Shu sabab sog'lom yog'lar, yong'oq, avokado, zaytun yog'i, chiya urug'i, zig'ir urug'larini albatta pitaniyaga, o'sha ratsionga qo'shishingizni tavsiya qilaman, chunki bu juda ham ko'proq uzoq muddat to'qlik hissini beradi. Undan tashqari esa suv normasi. Doim sizlarga aytaman, ishtaha ochilayotganini his qilasizlarmi, shirinlikka bo'lgan ehtiyoj his qilasizlarmi, albatta 1 stakan suv ichib olinglar, chunki aynan 1 stakan suv sizni anchagina ishtahangizni pasaytirishga yordam beradi. Chunki asosan inson haqiqiy ochlikda bo'lmaydi. Haqiqiy ochlik umuman boshqacha bo'ladi. Ko'pchilik haqiqiy ochlikda bo'lmaydi, emotsional ochlikda bo'ladi. Shuning uchun ham nomcha ishtaham ochilib ketaveradi deyishadi yoki to'yganim bilmayman deyishadi. Aynan bu emotsional ochlik bo'ladi. Hali sizlarga haqiqiy ochlik, emotsional ochlikni farqlashni yana tushuntirishga harakat qilaman. Prosta aytmoqchi bo'lganim, albatta ishtaha ochilishi bilan, ishtahangiz ochilyaptimi, shirinlikka bo'lgan qanaqadir ehtiyojingiz ortyaptimi, albatta bunaqa holatda siz ko'proq suv ichishga harakat qiling. Iliqdan issiqroq suv ichsangiz bo'ladi yoki iliqroq suv ichsangiz ham bo'ladi. Va undan tashqari shirinlikka bo'lgan ehtiyojingiz past bo'lishini xohlasangiz, uyquni yaxshilang. Chunki sizda agar uyqu yaxshi bo'lmasa, leptin, grelin bizani ishtahamiz ochilganda ajraladigan gormon yoki qornimiz to'yganda ajralib bo'ldi, to'yding deb signal beradigan gormonlarimiz o'z balansidan chiqib ketadi agar bizda uyqu yaxshi bo'lmasa. Uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin o'z balansidan leptin, grelin balansidan chiqib ketgandan keyin bizda aynan qorin to'yganlik hissini bilmaymiz. Shirinlikka bo'lgan ehtiyojimiz tobora ortib boradi-da. Shuning uchun ham
albatta uyquni yaxshilashimiz kerak. Uyquni yaxshilash uchun magniy ichilishi shart albatta. Va aytmoqchi bo'lganim, mana ko'rdinglar, tabiiy ravishda ham shirinlikka bo'lgan ehtiyojni pasaytirishga harakat qiling, ishtahani pasaytirishga va biodobavkani ham birgalikda parallelni olib ketsangiz bo'ladi. Biodobavkalardan yozib oling, yana esingizda qolsin. Magniy va xrom bu ichilishi shart albatta. Undan tashqari esa oziq ovqatlaringizga yaxshilab e'tibor berasiz. Oqsilga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish, suv, uyqu normasiga, stressdan xoli bo'lishga, stress kamroq bo'lishga harakat qiling. Shunda siz bemalol ishtahangizni ham, shirinlikka bo'lgan xohishingizni ham boshqara olasiz.